Gretsiyadan video tasvirni davom ettiramiz. 21-may 2026-yil. YouTube yo'q bo'lib ketmasa agar tarixda yuklab qo'yaman. Kelajakda ko'rib otamizni keyin. Ayniqsa tanishlar. Bu yo'llar O'zbekistonda Isuzu haydaganman. Vodiyga qatnaganimda pervollar shunaqa bo'lardi. Bu endi undan ham uzunroq bu yerda. Jizzaxlik Isuzuchilarga alangalik salom Gretsiyadan. Ko'pchiligi tanimaydi, lekin 10 tonnalik katta Isuzu 176 da haydovchi bo'lib ishlaganman. Egalari juda ham ajoyib insonlar, mard. Sog'lomligimiz yaxshi haligacha ham. Ancha vaqt ishlashdim, endi viza hal bo'lgandan keyin bu yerga ishga kelishga to'g'ri kelib qoldi-da. Ham yurtni ko'ramiz, ham bir ko'proq pul ishlab ketay deb. Молодец insonlar. G'ayratboy birinchi tanishganman. Keyin akasi Rais buva deyman-da. Yaxshi insonlar. Isuzu'ni egasini Sherzod familiyasini bilmayman, Sherzod boy deyman. Ukasi G'ayrat, keyin kichkina ukasi Furqat. Jizzaxda Yoyilmada turadi. Kezi kelganda bir eslab qo'yayin deyman-da. Balki bu videoni ko'rsa xursand bo'lib qoladi. Hamma O'zbekistonda Isuzuchilarga omad, har doim ishlari zo'r bo'lib tursin. Tepalikka sekin ko'tarilyapmiz borgan sari. Boya ko'rdim. Zo'r ko'prik ko'ringandi uzoqdan. Shuni ham tasvirlab ketay deb video oldim-da. Go'zallikni qarang, go'zallikni. Motobaykchilar uylarni qarang. Yurgan joylarim, borgan davlatlarimda avvalambor ota-onam, oilam tomosha qilishadi. O'zbekistondan ancha uzoqdaman. Sal bo'lsa ham xotirjam bo'lishadi. Tomosha qilib Telegramdan oddiy video yuklasam ham bo'ladi. Endi ko'pchilik tomoshabinlar qiziqib ko'ramiz desa, YouTube'da ko'rishaveradi. O'shaning uchun oddiyroq bo'lsa ham Umid Yevropa deb YouTube'da kanal ochib oldim. Maqsadim hech qanday pul yoki podpischik ko'paytirish emas. Ko'paysa va like bosilsa xursand bo'laman. Asosiy maqsad tomosha qilish Yevropani. Endi YouTube'da ham boshqalar video olgan joyini ko'rsa bo'ladi. Bu yerda men ham o'zim jonli tasvirga olib yuklab qo'yapman-da. Bo'sh paytlarim anchalik tepalik ekan, ancha deydi-ku. Odam o'zi qunt qilmaydi-da, bir yaxshi telefon ushlagich topib qotirsam bo'ladi. Mana bu bor hozir ikkinchi telefonim. Yaxshi mahkam, mustahkam ushlamaydi.
Şimdi qo'lda video olib ketaveray. Atrofga burish ham qulay bo'ladi. Zo'r ko'prik bor edi, hali yetib kelmadikmi deyman-da. Dahshat joylar, dahshat. Tabiatini nasib qilsa qimmat telefon olsam, sifatli kamerada yuklayman. Keyingi videolarimda xudo xolasa yaxshi niyat. Kuzatishda davom eting.